Yil boshida menga AQShda yashaydigan va o'zining it kompaniyasiga ega bo'lgan eski turk tanishim qo'ng'iroq qildi. U yaqinda tez o'sayotgan meksikalik milim kompaniyasi uchun katta loyihani yakunlaganini aytdi. Ularning saytini va back-office'ini to'liq yangiladi, chunki eski tizim osish sur'atiga bardosh bera olmayotgan. Ish jarayonida kompaniya egalaridan biri unga shunday dedi: "Biz rus tilida so'zlashuvchi hududda kuchli va tajribali lider izlayapmiz. U bizning biznesimizni o'z mamlakatlarda rivojlantira oladi." Shunda tanishim meni esladi. U menga qo'ng'iroq qilib dedi: "Fanis, chamadoningni yig'ishtir va Meksikaga uchib kel. Kompaniya rahbariyati bilan tanishasan, ishlab chiqarishni o'z ko'zing bilan ko'rasan, laboratoriyalar, logistika markazlarini ko'rib chiqasan, shaxsan gaplashasan va joyida qaror qabul qilasan." To'g'ri kelib qoldiki, o'sha paytda men haqiqatan ham uzoq muddatli loyiha izlayotgan edim. Shuning uchun ko'p oylab o'tirmadim va oradan bir hafta o'tmay kompaniyaning bosh ofisi joylashgan Meksikaning Hermosillo shahriga uchib bordim. 5 kun davomida men biznes ichida bo'ldim. Egalar bilan suhbatlashdim, ishlab chiqarishni, mahsulotlarni, kompaniyaning ish tizimini o'rgandim. Bundan tashqari menga 100 dan ortiq meksikalik brilliant direktorlar yig'ilgan maxsus tadbirga borish nasib etdi. Va aynan shu safardan so'ng deyarli hech qanday shubham qolmadi. Men ushbu kompaniyaning hamkori bo'lish va bu yo'nalishni rivojlantirishga qaror qildim. Nega? Meni bir nechta jihatlar darrov o'ziga tortdi. Birinchidan, to'g'ridan-to'g'ri savdo sohasida 18 yil ishlagan bo'lsam-da, ko'plab kompaniyalarni ko'rganman, lekin Meksika bozori men uchun mutlaqo yangi yo'nalish edi. Ikkinchi jihat esa kompaniya asoschisi e'tiborimni tortdi. U ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan naturopat shifokor. Bundan tashqari barcha formulalar, patentlar va ixtirolar aynan unga tegishli. Kompaniyaning barcha mahsulotlari uchun to'liq siklga ega o'z ishlab chiqarishi va shunga mos ravishda xalqaro sifat sertifikatlari bor. Yosh bo'lishiga qaramay, kompaniya nafaqat Meksikada, balki AQSh, Kanada va Yevropada ham muvaffaqiyatli rivojlanmoqda. Atigi 4 yil ichida u sohadagi eng tez o'sayotgan kompaniyalar qatoriga kirdi. Eng asosiysi va eng qiziq joyi, kompaniya noyob savdo vositasini yaratgan. Bu skaner kvant analizatori bo'lib, atigi 1 daqiqada sog'liqning 45 ta asosiy ko'rsatkichlari bo'yicha tahlil o'tkazadi va mahsulot bo'yicha shaxsiy tavsiyalar tanlashga yordam beradi. Va men qaytib kelganimdan so'ng bu biznesni Yevropa va AQShdagi hamkorlarim bilan birga rivojlantira boshladim. Dastlabki 90 kun ichida men mahsulotni diqqat bilan o'rgandim, marketingni, kompaniya rahbariyatini va uning rivojlanish rejasini chuqur o'rgandim hamda asosiy savolga javob oldim. Bu loyiha qanchalik barqaror va uning kelajagi bormi? Hozirgacha sizga aytgan hamma gaplarim bizni asosiy yangilikka olib keladi. Diqqat! Kompaniya Rossiya va Qozog'istonda oldindan ro'yxatdan o'tishni allaqachon ochgan. Bu yaqin oylarda MTX bozorida biznesni to'liq ishga tushirish uchun birinchi qadamdir. Shuning uchun men do'stlarim, tanishlarim va hamkasblarimga murojaat qilaman. Agar siz qo'shimcha yoki asosiy daromad manbaini yaratish uchun yangi imkoniyat izlayotgan bo'lsangiz, zamonaviy sog'liqni saqlash texnologiyalari sizni qiziqtirsa va yangi bozor startida birinchilar qatorida bo'lishni istasangiz, ushbu loyiha bilan batafsil tanishishni taklif qilaman. Men siz uchun qaror qabul qila olmayman, lekin bitta narsani ayta olaman. Eng katta imkoniyatlar odatda ko'pchilik hali payqamayotgan paytda keladi. Ehtimol hozir aynan shunday lahza. Batafsil ma'lumot olish uchun sizga ushbu videoni ko'rsatgan odam bilan bog'laning.